Original dollar bilan qalbaki dollarda qanday farqlashlik yo'li bor? Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana bu qo'limizda turgan original dollar bo'ladi. Mana bunisi qalbaki dollar bo'ladi. Hamma narsasini birga bir qilib tashishgan, qo'yib qolmasdan iloji. Lekin buni farqlashning eng oson yo'li mana shu qismiga qaraysizlar. Mana shu qismida qilchasi bo'ladi original. Bunda yo'q mana. Qo'limizda olib qo'yasiz. Endi originalni ko'rsatamiz. Originalda esa mana qilchalari turibdi. Yana bitta farqlashning oson yo'li mana bu qalbakisi bo'ladi. Mana bu 100 raqamlari bor. Tilla rangda yozilgan 100 raqamlari bor. Kalso qilib yozilgan. Mana shu originalda 100 raqamini dumalog'ining ichi ochiq bo'ladi. Qalbakisida esa dumalog'ining ichi yopiq bo'ladi. Bunisi mana original. Endi bu sizlarga ko'rinmaydi hozir. Juda mayda yozilgan. Lekin mana bunisi qalbakisi bo'ladi. Mana qalbakisida dumaloq sariq qilinganlari bu nuqta qilib qo'yishgan, ichi yopiq turadi. Qolgan hamma narsasi birga bir bo'ladi. Shuning uchun dollar o'ylaydiganda mana shu ikkita narsasiga ehtiyot bo'lsalaring, inshaalloh allanib qolmaysizlar. O'zbekistonda rosa ham ko'p qalbaki ko'payib ketgan. Ehtiyot bo'lasizlar. Ushbu videoni postoyan valyuta bilan ishlaydigan do'stlaringizga tashib, videoga like bosib, bizga o'rnab qo'yishingizni chiqmasin, chunki bunaqa foydali ma'lumotlar